Assalomu alaykum. Mana hurmatli kuzatuvchilarim, mana hurmatli obunachilarim. Doimgi video oladigan joyimga o'tirib olib, qilib o'tirib joylashib olamiz. Qalaysizlar endi? O'zingizlar yaxshimisizlar? Charchamasdan, mehnatlar bilan ishlarga borib kelib. Men xursand bo'lganim, mana ayol podpischiklarim ko'payyapti. Ayol kishilardan meni kuzatishni boshladi. Men shunisiga juda ham xursandman. Даже nima deydi, lichkamga ham yozishyapti. Mendan katta opalar, onaxonlar yaxshi tilaklar bildirishib, yaxshi biram samimiy insonlarki, endi nima deydi, ta'riflab bera olmayman. Shunaqa yaxshi insonlar, yaxshi ayollar. Endi doim oldin erkaklar yozardi, erkaklar ham yomon ma'noda emas. Salom alayk, xayrli tong yoki xayrli kech. Shunaqa deb yozishardi. Endi hammaga birdek javob qaytara olmayman, chunki yozganlar ko'p edi. Meni hech ham ayollar kuzatmaydi deb men doim xafa bo'lardim-da. Nimaga meni ayollar kuzatmaydi? Endi to'g'ri, foydali kontentlar kam chiqaraman, balkim shungadir deb ba'zan xafa bo'lardim, ba'zan to'g'ri tushunardim. Chunki nimanidir endi bir foydali kontentlar chiqarsangiz, unda boshqacha bo'ladi. Endi men yosh bola haqida chiqarsam, yosh bolam yo'q. Uy tozalash desam, endi mana hamma uy tozalashlarni qo'yyapti. Shuning uchun men shunchaki video qilardim, qo'yardim. Xullas ayollar kam kuzatardi-da, endi mana ayollar menimcha obuna bo'lgan ayollar. Agar mana 100 mingtaga yetganimizda g'olibimiz aniqlansa, sovg'a topshiramiz deyman. Sovg'ani oladigan inson ayol kishi bo'lsa yana yaxshi. Erkak kishi bo'lsa ham, yigit kishi bo'lsa ham bo'laveradi. Hammasi ham men uchun kuzatuvchim, men uchun muxlisim hisoblanadi. Sizlar bor, sizlarning podдержкаларingiz bor, men borman. Sizlar qo'llab-quvvatlab turasizlar, men borman. Kattakon rahmat hammalaringizga qo'llab-quvvatlaganlaringiz uchun. Olg'a gazini bosing deb turasizlar, mana erkak ham, ayol ham menga motivatsiya bo'ladi. Juda ham xursand bo'laman men. Hammalaringizga xayrli kech, o'zingizlar ehtiyot qilinglar.